Ba'zi kechirimlar odamni yengillatmaydi. Aksincha, yillar davomida yashirib kelgan gunohlarini bir zumda yuziga uradi. Shu qismda aynan shunday bo'ldi. Kimdir nihoyat boshini egdi, lekin kimdir esa shu egilgan bosh ortida yana bir hiyla bormi degan qo'rquv bilan qotib qoldi. Eng dahshatlisi shundaki, bu voqealarda hech kim mutlaqo begunoh emas edi. Har bir ko'zda armon bor edi, har bir sukutda ayb yashiringan, har bir muloyim gapning tagida esa kech qolgan pushaymon yoki navbatdagi hisob-kitob yotardi. Endi boyning holatiga bir qarang. Kecha u atrofidagilarni pul bilan boshqargan, odamlarni ishonchi bilan sinagan, o'zini hamma narsadan baland qo'ygan odam edi. U o'z kuchiga shunchalik ishonganki, hech qachon xato qilishiga yo'l qo'ymasdi. Lekin bugun u ichidan yemirlayotganini yashira olmayapti. Uning ko'zlaridagi chaqnash so'nib, o'rniga chuqur bir ma'yuslik joylashgan. Yuzidagi tarang chiziqlar uxlamagan tunlardan dalolat berardi. Qo'llari endi avvalgidek mahkam emas, balki biroz titrayotgandek edi. Uning Manzurani qidirishi oddiy uchrashuv emas edi. Bu pul masalasi ham emas, uy masalasi ham emas, nafaqat o'tgan xatolarni yopish masalasi ham emas. Bu ichkaridan qulab tushayotgan bir odamning kech bo'lsa ham o'zini qutqarishga urinishidir. Boy nihoyat bir narsani anglab yetdi. Eng katta yo'qotish boylikning kamayishi emas, balki insonning qadriga vaqtida yetmaslik ekan. U endi o'tmishdagi xatolarni ko'z oldiga keltirar, har bir noto'g'ri qadam, har bir aytilmagan iliq so'z, har bir qilingan zulm uni kechasi uyqusiz qoldirardi. Shuning uchun ham uning qadamlarida g'urur bilan birga charchoq sezilardi, gaplarida odatdagi daganlik bilan birga sinish bor edi. Bu juda muhim detal. Chunki u birinchi marta Manzuraga yuqoridan emas, balki yonib bo'lgan umrining kulidan turib qaradi. U endi qo'rqitishga, buyruq berishga, tahdid qilishga qodir emas. U shunchaki bir odam, xato qilgan, pushaymon bo'lgan va endi o'sha xatosini tuzatishga ojiz qolgan bir inson. Manzura esa bu qismning eng og'ir nafas olgan qahramoni bo'ldi. U qochib yashayapti, lekin bu qochish odamlardan ko'ra ko'proq o'z o'tmishidan. Eshik taqillagan paytda uning ichidagi vahima shunchaki qo'rquv emas edi. Bu ko'p yillik tahqir, bosim, ta'qib va iztirob tanaga singib ketganining belgisi edi. Manzura shunchalik ko'p azob chekkanki, uning qalbi hamma narsadan shubhalanadigan bo'lib qolgan. Odam biror balodan bir marta qo'rqadi, lekin ko'p marta sindirilsa, keyin har bir tovushni ofat deb qabul qiladi. Manzura aynan shu nuqtaga yetgan edi. Uning ko'zlari har doimgidek chaqnardi, lekin bu chaqnashda endi umid emas, ogohlantirish bor edi. Uning gaplarida alam bor edi, lekin bundan ham achinarlisi charchoq bor edi. U endi urushishni ham istamaydi, o'zini oqlashni ham istamaydi, faqat tinchlik istaydi. Mana shu joy tomoshabinning ko'zidan qochmasligi kerak. Kuchli ayolning eng katta fojiasi yengilishi emas, balki kurashishga majoli qolmasligidir. Manzura o'z xonasida o'tirar, derazadan tashqariga tikilardi. Uning qalbi og'ir edi. Yillar davomida yig'ib kelgan sabrning chegarasiga yetganini his qilardi. Eshik taqillaganda yuragi bir zumda qotib qoldi. O'sha tanish qo'rquv, o'sha tanish vahima yana qaytdi. Nega hali ham tinch qo'ymaydi? Nega o'tmish uni ta'qib qilishda davom etadi? U o'rnidan turdi, oyoqlari biroz titrardi. Nafas olib, o'zini bir joyga yig'di. Qo'llarini silkidi, yuzini ishqaladi. Eshikni ochdi va qarshisida boyni ko'rdi. Lekin bu safar boy boshqacha edi. Uning qomatida avvalgi g'urur yo'q edi. Ko'zlarida odatdagi sovuqqonlik o'rniga bir nimalar so'rab turgan iltijo bor edi. Manzura hayratda qoldi, lekin diqqat bilan kuzatdi. Bu safar ishonishga shoshilmadi. U juda ko'p aldangan edi, juda ko'p umid qilgan va juda ko'p ko'ngli qolgan edi. Boyning kechirim so'rashi sahnasi bu qismning yuragi bo'ldi. U Manzuraning oldiga kelib, boshini egdi. Bu oddiy bir bosh egish emas edi. Bu yillar davomida qilgan barcha zulmlari, tahqirlari, bosimlari uchun bir zumda yuziga urilgan haqiqat edi. U og'zini ochdi, lekin so'zlari qoqilib ketdi. Ilgari u hech qachon bunday qilmagan edi. U har doim o'z gapini o'tkazishga odatlangan, hech kimdan kechirim so'ramagan, hech kimga bo'ysunmagan edi. Bugun esa u birinchi marta zaifligini ko'rsatishga majbur edi. "Kechir Manzura", dedi u, ovozi xirillab, bo'g'ilib. "Men juda ko'p xato qildim. Seni juda ko'p qiynadim.
hammadan kech so'rayman. Manzura unga qaradi. Uning ko'zlarida hayrat bor edi, lekin ishonch yo'q edi. U boyning bu o'zgarishiga ishona olmadi. Nega hozir? Deb so'radi u, ovozi sovuq va balofali. Nega yillar davomida qilganingdan keyin hozir kechirim so'raysan? Lekin bu yerda eng nozik narsa so'zlarda emas, balki Manzuraning ishonmasligida edi. U hayratlandi, lekin erimadi. U eshitdi, lekin darrov kechirmadi. Nega? Chunki kechirim so'rash og'izdan chiqadi, ammo yaralar yillar davomida tanada qoladi. Bir necha iliq so'z bilan 20 yillik azobni o'chirib bo'lmaydi. Manzura juda to'g'rijo. Kasalxonadagi lavhalar esa butunlay boshqa kayfiyatda edi. Yana bir muhim voqea yuz berdi. Bir ayol bosh shifokorlikka ko'tarildi. Tashqaridan hamma narsa quvonch va g'ururga to'la ko'rindi. Uning uyiga yaqinlari yig'ilib, bu muvaffaqiyatni nishonlashdi. Bayramona dasturxon yozildi, qo'shiqlar aytildi, kulgi va quvonch hukm surdi. Ammo bu tashqi ko'rinish edi. Ichkarida allaqachon yangi bo'ron tug'ilayotganini sezmaslik qiyin edi. Unga yaqinlarining quvonchi samimiy edi, lekin Nodira opaning xafaligi bejiz emas. U 25 yil bir joyda ishlab, bir kunda yon tomondan qarab qolgan edi. Bu oddiy ranjish emas. Bu ichkarida alamni zaharga aylantiradigan hissiyot edi. Nodira opa 25 yil davomida shu kasalxonada mehnat qilgan, kecha-yu kunduz demay ishlagan, ko'plab hayotlarni saqlab qolgan edi. U har doim o'zini shifoxonaning asosiy tayanchi deb hisoblagan. Hatto bosh shifokor bo'lishni orzu qilgan, lekin bu orzusi amalga oshmagan edi. Endi esa undan yoshroq, tajribasi kamroq bir ayol uning orzusiga erishgan edi. Nodira opaning ko'ngli ranjidi. U yig'ilishda tabriklab qo'ydi, lekin uning tabrigida iliqlik yo'q edi. Uning ko'zlarida sovuq bir yalt etish bor edi. Lablarida majburiy tabassum o'ynardi. Buni sezganlar kam edi, lekin sezganlar bu holat yaxshilikka olib kelmasligini anglab turardi. Shuning uchun bu lavha aslida bayram emas, balki kelajakdagi kurashning boshlanishi bo'ldi. Bosh shifokorlikka ko'tarilgan ayol hozir oilasi bilan birga kulmoqda. Ammo tez orada u faqat ish mas'uliyati bilan emas, balki qadri poymol bo'ldi deb hisoblayotgan insonning ko'rinmas hujumlari bilan ham yuzlashadi. Bu kasalxona endi davo maskanidan ko'ra hokimiyat maydoniga aylanishi mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak, ehtiyot. Chunki eng xavfli dushman ochiq janjal qiladigan emas, balki jim va asta-sekin zaharni tomizadigan odamdir. O'sha kechasi bayram tugagach, bosh shifokor ayol uyiga qaytdi. U charchagan va tetik edi. Uning qalbi quvonga to'la edi, lekin ayni paytda bir tashvish ham bor edi. Nodira opaning nigohini esladi. O'sha sovuq, keskin nigoh. Nodira opa uni tabriklagan edi, lekin uning ovozi qandaydir zo'ravonlik bilan majburlab chiqarilgandek edi. Ayol buni his qildi, lekin o'ziga ehtimol xato qilyapman deb o'yladi. Ammo ichida bir his bor edi. Bu hali oxiri emas. Bu faqat boshlanishi. U yotib, shiftga tikilib yotdi. Uxlay olmadi. Ko'p o'yladi. Ertangi kun yangi lavozim, yangi mas'uliyat va Nodira opa. Nodira opa ochiq janjal qiladiganlardan emasdek ta'ssurot qoldiradi, lekin aynan shunday odamlar xavfliroq bo'ladi. Ularning dili sinadi, ammo yuzi jim qoladi. Jim qolgan alam esa ko'pincha rejaga aylanadi. Nodira opa uyiga qaytgach xotini bilan gaplashdi, lekin gap orasida yana ishga kelib qoldi. 5 yil mening bo'lishim kerak edi, dedi u tishlarini g'ichirlatib. Men shu kasalxonaga umrimni bag'ishladim. Men kecha-yu kunduz ishladim va nima bo'ldi? Bir yosh, tajribasiz ayol kelib mening o'rnimni oldi. Uning qo'llari titrardi, yuzi qizarib ketdi. Tinchla oyijon, dedi eri. Vaqt o'tar, hammasi joyiga tushar. Lekin Nodira opa tinchlanmadi. Uning ichida bir g'azab, bir hasad yonib turardi va bu olov o'chmasdi. U reja tuzishni boshladi. Eng yaxshi hujum bu ko'rinmas hujum. U asta-sekin, sekinlik bilan, ammo ishonch bilan harakat qilishga qaror qildi. Menimcha yaqin qismlarda kasalxonadagi vaziyat tashqaridan odatdagidek ko'rinadi, lekin ichkarida asta-sekin yangi boshliqning obro'siga putur yetkazadigan nozik o'yinlar boshlanadi. Biror xato bo'lsa, u kattalashtiriladi. Biror qaror qabul qilinsa, uning ortidan shubha chiqariladi va eng og'iri
Bu ayolni oilasi bilan ishi orasida yana tanlov qilishga majbur etadigan bosim kuchayadi. U o'zini isbotlashi kerak, lekin har qadamda to'siq kutib turadi. Bu uning uchun yangi sinov, yangi imtihon. U bardosh beradimi? U bu bosimga dosh bera oladimi yoki sinab qoladimi? Vaqt ko'rsatadi. Kasalxonadagi lavhalar ichida yana bir muhim voqea yuz berdi. Nodir opa shifoxonaning bir yig'ilishida yangi boshliqning qaroriga qarshi chiqdi. U buni ehtiyotkorlik bilan juda muloyim va xushmuomala ohangda qildi. Shunda hech kim uning niyatini sezmadi. Bu qaror juda shoshilinch, dedi u, lablarida yumshoq tabassum bilan. Ehtimol boshqa variantlarni ham ko'rib chiqish kerak. Uning so'zlari juda oqilona, juda mantiqiy tuyulardi, ammo ichkarida